Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimiz guruhlarga bo'lingan holatda guruh ishi, yakka ish hamda juftlik ishi orqali olib boriladi. Bunda hammamiz faol qatnashishingizni so'ranaman. Birinchi guruhimiz pyelonefrit, ikkinchi guruhimiz sistit, uchinchi guruhimiz urolitiaz guruhlarga bo'lindi. O'simlik siyabda uzluksiz o'sib, және даму. Do'stligimiz har doim o'simlik to'miriday mahkam bo'lib, bir-birimizni har doim qo'llab-quvvatlab kelaveraylik. Hayotiy ehtiyojlaringiz qondirilsin va yuragingiz yaxshi faoliyat ko'rsatin. Uyga va islarni ko'rsat va kommentariya ber degan usuldan foydalanamiz. Boshladik. Birinchi guruh. Nefron. Нефрон – это структурная единица почек, которая выполняет основную и очень важную функцию. Реабсорбция – это обратное всасывание питательных веществ в почки, образование вторичной мочи. Vazifasiga ta'sir etuvchi faktor va ovqatlanish ratsionining buzilishi, suv va tuz miqdorining o'zgarishi. Next thing that affects the kidney function is like taking too much medicine. Vazifasiga ta'sir etuvchi faktorlar ovqatlanish ratsioni, sovuq deyishi va dori-darmonlar. Foydalangan holatda tezkor fikr bildiramiz. Har bir gruppadan boshladik. Millimetre bu ikkilamchiylikning miqdori. 15-25 gram bir kundagi tuz miqdori. 2 litr bu bir kundagi suv miqdori. Darsimiz buyrak kasallliklari va ularni oldini olish sun'iy intellekt orqali ma'lumot beriladi. Hammanglar yaxshilab tinglab, savollarga javob berishga tayyor turamiz. Бүгінгі дәрісімізде осы жүйенің гигиенасы мен ауруларының тамақтанбау және жеткіліксіз су ішу бар. Бұл аурулардың алдын алу үшін бірқатар қарапайым ережелерді сақтау маңызды. Ең алдымен жеткілікті мөлшерде су ішу керек. Күніне кем дегенде 2-2,5 литр таза су ішу бүйректің жұмысын жақсартып, зәр шығару жолдарын тазартады. Бұл зәр тастарының түзілу, қауіпті бөлістер мен жемістерге бай диета ұстану ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдар. Termin so'zlar hamma yaz olyapti. Yurak toshi. Mavzu bo'yicha topshiriqlar 3 ta gruppaga. Birinchi gruppa pyelonefrit, ikkinchi gruppa sistit, uchinchi gruppa yurak toshi haqida poster quradi. Pyelonefrit bu buyrakning qabig'i. Bu кезеңде buyrak ұлпаларында патогенді bakteriyalar кезленіп, ол жерде көбейеді, және оның нәтижесінде нефрон жасушалары жойылады және қабындырылады. Цистит – это общее прохлаждение организма при воспалении мочевого пузыря. Инфекционное заболевание. Мочекаменная болезнь почек – это образование оксалатов кальция и нерастворимых солей в лоханке, почечных пирамидках и в мочеточнике. Это препятствует мочеиспусканию. Topshiriq haqiqat va yolg'on. Mana shu berilgan ma'lumotni to'g'ri, noto'g'riligini aniqlab berishingiz kerak. Bu 3 balliq sistemada. Optik kasalligi bu yolg'on. Yosh bolada ko'p bo'ladi, siydik chiqarish kasalligi emas. Haqiqat. Bu yuqumli kasallik, bu noto'g'ri. Yurakda erimaydigan tuzlarning zarrachalari to'planishib, yurak toshlari kasalligiga olib keladi. Bu yurak shifokori. Yolg'on. Nimalar orqali sun'iy intellektdan ma'lumot olgan, kitoblarga Ulama infeksiya, siydik chiqarish kanali siydik yo'lini xavfli zararlaydi. Haqiqat. ikkinchi topshirig'imiz biologik kitob usuli. Bunda boya gapda qoldirilib ketgan
nuqtalar o'rniga kerakli so'zlarni qo'yamiz. Buyrakning eng xavfli kasalligi bu nefrit. To'g'ri. Tibil sariq rangda bo'lishi uning tarkibidagi uroqron pigmentiga bog'liq. Enures bodamcha bezmi orqa miya buzilishidan kelib chiqadi. Ayolning buzilishiga qanday narsalar ta'sir etgan? Mening fikrimcha ayolning buyrak kasalining buzilishiga suvni kam ichganligi va tuz miqdorini oshib ketganligi sababli Oldini olish haqida o'rgandik. Darsda kerakli videolar va topshiriqlarni bajarib, yaxshi dars oldik.